o'sha nima bo'yi turibdida endi faqat loydan bo'lgan ekan. Faqat loyda hali teshikil bo'lib ketyapti, urib qo'yyapmiz, yana tushib ketib qolyapti. Oldin bu yerda shu darsxonalar bo'lgan ekanda. Bu yerda keyin kattaroq joy bo'lgan ekan, bu yerda o'choq turar ekan. Oshxonalar bo'lgan ekan, ovqatlanadigan joylar. Endi ba'zilar chillaxona ham bo'lgan deyishadi. O'shaning uchun tutunni nimasi urib qolgan. Astini nima qilib qo'ydik-ku, tepalari o'zi qoldi. O'rtaga o'tyaq qo'yib, do'rabab o'tirib suhbat bo'lib, Do'rabab o'tirib, zikr qilib. 8 yil oldinlar shu suhbatlarimiz bo'lib turardi. O'sha do'rlar. Shu o'zini tutuni. Buni Mahammadjon akam bor ekanlar Qo'qonda. Obidalarni remont qilib yurar ekan. O'sha kishini olib kelib, qorda bilan iltimos qilishdi. Kiyimlari tushib ketuvdi. O'zida qilib yana urib berishdi-da. Alloh razı olsun. Ada chillaxona borda. Ada ham bor. Hozir aqqa kiramiz. Ne ajoyib tarixiy joylar. Bizga uylab qo'yishgan ekanda payg'ambarimiz. Shu kishini o'g'il ko'raman, o'g'il ko'rsam ismini Muhammad qo'yaman, rozi bo'lasiz deyishgan ekan. Keyin Muhammad qo'yishgan ekan. Shunda Muhammad Hanafiya deyishar ekan. Xo'ja Ilg'or, ya'ni shu qo'shinni ilg'ori ekanlar. Birinchi urishgan ekanda oldida. O'shancha Xo'ja Ilg'or bo'lib qolishgan. Islomni ham chetlarga olib kelishdi. Bular birinchi kelganlardan ekanlar. Mana shu yerdan so'q bilan nimaga o'tib ketgan ekanlar? O'shga, Qashqarga, nimalarga. Qabriston juda katta. Katta. Qabriston bo'linmaganmi, chegara bo'lib, Qirg'iziston hududi ham bor, bitta ham. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bosh tomondan bu tomon. Tomonga o'tsa, bularga to'g'rilaymiz. Tomon qaysi tomonda? Bu tomon. Bu tomon. Qibla tomondan o'pish kerak-a? Qibla tomondan o'psa, ha. Qibla tomondan turgan yaxshi. Yuzma yuz turlardi. Ha, yuzma yuz turlardi. Arqa qilishda qilgan. O'tinglar. Bu tomonga turgularga. Siz o'tinglar, domla sizlar o'ting. Xudoyorxonni vaqtida yuvosh bo'lishgan ekan. Bu kishini o'zi qabrlari Marg'ilonda. Shokir ota. Shokir Mingboshi. Bu kishini qizillar deyishadi bu paytda. O'shalar otgan ekan. Namoz o'qiyotganlarida otib o'ldirgan ekan. Shohid bo'lgan ekan. Bular endi nimaga Eshon bobomga burutlardan bo'lgan ekanlar. Iloji yo'q ekan bular, Xudo yo'q demas ekan bularni, oxiri o'ldirishgan ekanlar. Shahid bo'lgan ekanlar. Endi bularning qabrlari ramziy qilib olib kelib aytgan. Hoji bobomiz o'zlari betlardi. Chiroyli qilib berdilar. Bu ramziy demak bularki Marg'ilonda. O'zi qabrlari Marg'ilonda. Daraxtga ham anchalik bor shekillar Bu endi eski o'sha paytda ekilgan ekan. Bu daraxt hali Hazini bomimizga o'xshagan ekan, yonlarida. Hazini bomlarda ancha daraxt. Ancha bormi? Bitta Mulla Ismatullo qori dadani qabrlari. Bitta. Mana shu 100 yillar atrofida 1988 o'zlari tug'ilishgan, 1965da o'tishgan. O'sha qoralarida qorilik qilishgan. Endi rosa o'sha mana vaqtlariga to'g'ri kelgan. Ulardan chekkan azoblarni keyin vaqtda ham Alloh taolo o'zi nima qilgan ekan. Keyin g'or qilgan ekanlar. G'orga kirib o'tirishar ekan, chillar. Ha, bo'ladi. Fikr qilib masalan bir kitobni o'qigandan keyin bir ilm hosil bo'ladi-yu insonga. Endi sizlar yaxshi bilasizlar. Masalan bir ustozga borib xizmat qilganda ham bir daraja hosil bo'lib qoladi. O'shanda boshqacha bo'lib qolar ekanda. Jim chilla o'tirib, nimani o'tkazishgan ekanda. Qani boshlasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlaysiz.
Ayaqkiyim yechmabmiz. Yechamiz ana shu yerda. Shuncha yechamizmi? Bismillah. Endi eski holatida bu. Ha, Toshdan o'yib tushgan eski joylar. holat mana shu. Ha. Poylab orqasidan kelib kirsa, ot yo'qmishu bir chol bor. A yerda qoshiq yasab o'tirishgan ekan. Duradgorlik nimasi bilan yog'ochni o'yib, payrahalar shunday. Keyin shunday kirib hayron qolibdi. Bo'lib shunaqa mana shu ekin-tikin ekanman-u. Payhon qilyapti deb poylasam bir ot keldi. Ot shu ekinlardan yeb ichkariga mushakka kirib ketdi. Iya, u ot payhon qildimi, ekiningga zarar yetkazdimi? Ha, endi nechaga zarar yetkazdi dedi. Ha, etagingni och bo'lmasa. Shunday etagini ochibdi hali odam. Keyin shunday payrahalardan olib solib berishibdi ichiga. Mana uni haqqi edi. Keyin haligi odam endi qo'rqib chiqibdi-yu, kechqurun ekanda u odam nima menga payraha berdi deb etagini ariqqa qoqibdi. Qoqib keyin uyga borsa xotini voy dadasi qayerdan keldi, nima u yaltillayapti deb payraha ilashib qolgan ekanda, o'sha tillomish. Deb hayron bo'lib yugurib qaytib kelsa, bondodga kelayotgan odamlar butun ariqda tillo teryapti hammasi. Bondoddan keyin qarasa shunday ariq tillo ekan. Zarariq deb ism qo'yishgan ekan o'sha. Betlarni mahallani zarariq. O'shancha zar ariq ekanda. Keyin haligi odam Gapirilganda shaxs, makon, vaqt so'ralmaydi. Ishlaniladi deyiladi. O'sha gapimizga bitta misol men u Qo'yliqota nechinchi yil o'tib ketgan kim biladi? Nechinchi yil yashagan? Bilmadim. Zakir aka? Qo'yliqotada nimalar bilan cho'pon otadi ishlardi, ular hammasi o'sha yassaviylarga nimalardi, o'shalardan. Shu Qo'yliqota O'shalardan. men 92-yillarda ishxona bekilgan. Toshkentga borib Qo'yliqota bozorda, Madikali bozorda turardim, Madikali ishlardim. Qo'lidan bir qismini ajratdim, Qo'yliqotani ihson yashaydi shekillar. Bir soat shunday sheldimton tashlayman desam, sheriklar ana tasha, chiqim ketdik deyapti. Endi men harijada ana ihson tashlashim kerak yashikka. Keyin maktabga to'xtab turinglar, bir minut deyapman, bor ihson yashikka ihsonni tashlab kerak. Keyin ketamiz desam, ular yo'q, chiqin. Endi harijada xayolimga keldi, tilimga kelgan yo'q. Qani birorta chol kelib qolsa, o'shanga mana ihson bersam, duo qilib qo'ying desam, o'piramda chol paydo bo'ldi-da. Aytyapman, o'sha Qo'yliqotayman deyapti. Ehsonni olib borib yashikka tasha deyapti. Ketdim, borib ehsonni ehson yashikka tashlab keldim. To'xta. Men Qo'yliqotayman deyapti, o'shaman deyapti-ya. Deb oqtarib tolmadim-da. 6 oygacha miyam ishlamay muzlayverdim-da. Hali gipnoz bo'lib qolsa ekanda, miyam ishlamayapti. Men o'sha Qo'yliqotayman. Olib borib yashikka tasha ehsonni deyapti, ro'paramda turibdi. Ketdim-da. Qaramadan borib ehson yashikka pul tashlab kelay turib, keyin miyam chalib, nima dedi? Deb keyin miyamga keldi. Hali aytganingiz nima ekanda, ularga Hozir makon nima yo'q ekanda. aylanib turadigan qilib. Yaxshiroq chiqdi hatta. Shu tomonda mana shu narsa qabriston, katta qabriston. Endi hozir lekin odam qo'yilmaydi. Nimaga Hozir qo'ymaydi? qabriston u tomonga Tomonda, ko'chgan. ha, Ha. ko'chgan. Bizga tushuntirishdiki, o'sha silsilamizdagi mana shu pirimizni nimalari. Shodmonxo'ja akam, ha? O'tib ketishdi yaqinda. Ha. Bu mana eski holati mana shular. Endi hozir sal nimaroq turibdi, qarovsiz. Bu obidaga qarar ekanda. Me'moriy Tegish mumkin emas ekan. me'moriy obida o'zgarish kiritish mumkin emasda. Qachon o'zar mablag' ajab Biz o'zar. hozir nima qilolmayapmiz buni, remont ham qilolmayapmiz. O'sha yerda zo'rg'a qildik-da. Bu endi apasi. Endi bu yerda o'sha vaqtlarda omborxona qilib ehtiyot qilayotgan ekanda, o'risdi vaqtida. Mana shu masjidga zo'rg'a saqlab qolishgan ekan. Ko'pini otbaylab,
ular nima qilib, bilib yuborgan ekanlar bu joylar. Olimtoy. Olimtoy ekan. Bunisi keyin bo'lgan mana o'ris vaqtida, o'ris vaqtida qurilgan. Bu binolar, Bunisi eski holati. Shu yoqda ko'rsatay. Hani nimalarda solingan ekanda bu. Sarqorg'onda. Endi buni qarang. Ha, Sarqorg'on o'sib ketadi mana shu Sarqorg'onda. Zokirxon aka. aha. Buni qarangki, oldingilarda bo'yi past bo'lganmi? Yo baland bu. Navorot bizdan baland bo'lgan. Nimaga eshik past qilingan? Men kelib kirish kerak-da. Ta'zim bilan kirish Hurmat, kerak. odob bilan. Ilm olish uchun kibrni sindirmagan odamga umuman ilm berishmagan ekanda. Chunki kibri bo'lsa, ilm olsa, kibr ko'payib ketar ekan. O'shaning uchun birinchi vazifalari mana Eshon bobomda ham kibrni sindirish ekan. Birinchi sindirib olsa, keyin bismillah, assalomu alaykum. Bu eski holat. Mana o'choqlar ham bor ekan. O'shani olib, mana kitoblarni mana qo'yib, mana bitta sandal, kelgan bilavachchaga darsni berib, ilmni berib o'qish kerak ekan. Bunaqa qulaylik yerda bo'lmaydi.